Mana shu oftobda o'ynaysizlar. Agar salqinga o'tsalaring, mendan kaltak yeysizlar, o'ynanglar. Dada, axir bu yosh bola bo'lsa, boshidan oftob o'tadi-yu. O'g'lim, salqinga o'ting. O'g'lim, bolang ekanmi? Bolangga achyapsanmi? O'g'lim, kun ham isib ketdi. Ishingni to'xtatgin, kechki salqin ham qilaverasan. Oftob o'tib ketmasin sendan. Dada, axir men yosh bola emasman. O'zim bilib qilaveraman. Hadim mendan xavotir olavermang, 30 ga kirdim. Seni farzanding atiga 7 yoshda. Shu 7 yoshli bolangga qanchalik mehring tushgan? Axir sen 30 ga kirding. Endi o'ylab ko'rchi, meni qanchalik senga mehrim tushgan ekan. O'g'lim, shu gapimni 2 dunyo unutma. Ota-ona farzandi uchun qayg'urmagan kuni, ana shu ota-onani joni chiqqan kuni, qabrga qo'yilgan kuni.